lozim. Eshitib, sog'lig'ini yo'qotib qo'ymagin. Ha. Ukam ishdan keldimi, oyi? Yo'q, qayerda keladi? O'tiribman so'ppayib. Qaytgancha, ering nima qilyapti? Uyam uyda yotibdi, osmonga qarab, televizor ko'rib. Ha. Bironta ish topmadimi? Oyi, kecha qamalib chiqqan odamga qayerda ish bor ekan? Hamma borgan joyda rad javob olyapti. Voy qizim, shu ko'rgiligam bormidi boshingda? Qanaqa yashardinglar-a? Qo'sha mashina, hashamatli uylar, hammasi chippakka chiqdi-ya. Oyi, bo'ldi qiling, siz ham ha deb yuragimni siqavermang. Tuzukkina bo'lib chiqqanmi ish qilib ering? Yomonmas. Faqat biroz mijqov, hamma ishga aralashaveradi. Shuda, erkak kishi uyda o'tirsa, mayda gap bo'lib ketadi. Bir narsa qilib ishga kirib ketsin endi, peshonangda o'tirmasin. Oyijon, men ham shuni xohlayapman. Nima qilay endi, oyi? Hamma joyga o'zim yetaklab yuravermayman-ku. Ish toping, ish bor ekan deb. Ha, o'zi ham bundoq harakat qilish kerak-ku. Ha, mayli, shu ham peshonasida bor ekan. Nima ham qilarding? Ha. Bo'pti, oyijon. Men kechki ovqatga urinay. Qorni och qolmasin. Mayli, yana gaplashamiz. Mayli, oyijon, gaplashamiz. Nevaralarni o'pib qo'y. Uf. Oh! Turing, opa o'ynaymiz, turing. Hoba. Qani. O'yna. Hoba. Saida, Mana opa, hoba. Ha? bolalar nima qilyapti? Xonasida hech musiqa ovozi tinmayapti. O'yin kulgi qilishyapti dadasi. Nima qilibdi? O'zlarini uylari maza qilib o'ynashsin, qo'yavering. Yo'q, men birovni uyi demayapman. Qo'shnilarga xalaq bermasin deyman-da. Judayam zo'r. Bo'pti, boring unda tinchlantiring. Sizni ham bolalaringiz. Nega menga aytasiz? Ko'ryapsiz, ovqat qilyapman. Qani. Hopa. O'yna. Bu nima deganing, Saida? Ko'rib turibman ovqat qilayotganingni. So'rab ham bo'lmaydimi? Nega asabiylashyapsan? Nimani so'raysiz? Hali kelganingizga 5 kun ham bo'lgani yo'q. Bolalar bilan o'tirib bir gaplashganingiz ham yo'q. Kiring, tinchlantiring, otasisiz. Bo'lmasa aralashmasdan televizoringizni ko'rib o'tiravering. Jonimga tegib ketdi hammasi. Ming'ir. Menga qaralaring, ey. Tushunmadim seni, Saida. Sabami yo'qmi? O'chir muzikangni. Yo'q, o'chir, hozirdan keladi, o'chir. Bu nima shovqin, ha? Bu nima shovqin? Nagimiz keldi. Voy tavba, jonga tegib ketdi hammasi. Dadangga yoqmayapti. O'chir. Shu telefon o'lgurni ha deb titklamasdan boshqa bir ish topsangiz bo'lmaydimi? Men nima qilyapman? Ish qidiryapman-ku. Hech bunaqaga o'xshamayapti-da. Biror joyda ishlab tursangiz, adasi sal ovunardingiz. Nima? Uyda o'tirishim senga yoqmayaptimi? Mujg'ovlanib hamma narsaga burun suqishingiz yoqmayapti.
ishdan ozgina kech kelsam nega ishdan kech kelyapsan deysiz. Bolalar o'yin qilsa to'polon qilsa, "O, bolalar to'polon qilyapti" deysiz. Ovqat qilsam borib boshimda turib olasiz. Saida. Bas qil. Qachon ishingga aralashdim? Har qalay begona emasman. 5 yil o'tirib chiqqan bo'lsam ham, mana shu oilani boshiman. Ha yashang. Mana 5 yilda nimalar bo'ldi? Mendan so'radingizmi? Bolalari qanaqa qilib boqding, nima qilding? Qanaqasan deb mendan so'radingizmi? Yo'q, kelganingizdan beri hali bunga, hali unga gap suqib o'tirasiz. Hamma narsaga aralashaverasiz. Bo'ldi qil. Ming'illama. Men havasga o'tirib chiqdimmi? Yo ataylab ishsiz o'tiribman. Shunaqami? Meni to'g'ri tushun. Senlar bilan gaplashkim keladi. Qiziqib so'raganim uchun senga aralashgandek tuyulsa kerak. So'ramang qiziqib. Men ishdan o'zi charchab kelaman. Siz bilan adi-badi qilib o'tirishga umuman chidolmayman bu narsaga. Undan ko'ra mayli, maosh kam bo'lsa ham bitta ish toping adasi. Ishlaysiz, chalg'iysiz. Menga qara. Sen menga aql o'rgatmagin. O'zim bilaman nima qilishni. Ha, o'zingiz bildingiz. Mana adajonisi, hammasini o'zingiz bildingiz. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Kel qizim, nonushta qilamiz. Oyjon, ishtaham yo'q. Ham o'qishga kech qolyapman. Qizim, sal issiqroq kiyinib oling. Tashqari sovuq. Oyjon, men bugun Dilyanikiga ketaman. Birga dars tayyorlaymiz o'sha yerda. Shu darslarni ham uyda qilsangiz bo'ladi-ku. Oyjon bo'pti. Men ketdim. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Bo'pti qizim, ertaroq kelgin. Yaxshi bor. Xo'p. Tushunmadim. Rayhona nimaga menga unaqa bepisand qarayapti? Gapirsam nazariga ilmayapti. E'tibor bermang. Axir siz ketganingizda bu 12 yosh qiz edi. Hozir qarang, bo'yi yetib qoldi. Ozgina ko'nikkuncha sabr qilasiz. Mustafa ham shunaqa bo'lsa kerak-a? Albatta. O'g'lingiz 5-6 yosh edi. Hozir balog'at yoshda. Ular ko'nikkuncha siz ham ozgina sabrli bo'ling. Choydan iching. Akbar aka, holatingizni tushunib turibman. Bilasiz, qoidalar, chegaralar bor. Hali bu yoqdan kelganingizga ham ko'p bo'lmabdi. Buni nima ahamiyati bor, Eldorbek? Birorta oddiy ish bo'lsa ham berib tursangiz, kunim o'tib tursa bo'ldi-da. Aka, bu yer kun o'tadigan joy emas. Siz axir mas'uliyatni ishga ola olmayman. To'g'ri, vaqtida don tayratgansiz, katta kursini egallab o'tirgansiz. Endi aka, taqdir chaqbaraga ekanda. Siz biroz sabr qilib turing. Menda ish bo'shab qolsa, albatta qo'ng'iroq qilaman. Tanishlarim ham bor. Ulardan ham so'rab ko'raman, yordam berishadi. Siz bilan qancha yillar birga ishladik. Hech bo'lmasa shuni hurmati yo'qmi? Akbar aka, odamgarchilik, tanish bilish o'z yo'liga. O'zingiz yaxshi bilasiz.
vaqtida sizni boshingizdan ham ko'p rahbarlar o'tdi. Menda ham xos shunaqa. Sizni ular bilan maslahatlashmasdan ishga ola olmayman. Tushuning. Gap eshitib qolishi mumkin. Eldor, sen sudma-sud yurganingda, qamalib chiqqaningda ham men hech kimdan maslahat olmasdan seni ishga olgandim. Endi menga kelganda odamgarchiliging yo'qolibdi-da. Minnat qilyapsizmi aka? U zamonlar o'tib ketdi. Hozir u yoqdan chiqqanlarni o'ylab ishga olishyapti. Keyin qonunlarda ham ancha o'zgarishlar qilishgan. Sen shunday qilyapsan. Qonunlar aksincha hammasi xalq tomonga ishlayapti. Hech qanday cheklovlar yo'q. O'zing ham buni juda yaxshi bilasan. O'z aybim bilan qamalib ketmaganman. Sen menga nimani o'rgatmoqchisan? Senga o'xshaganlar amalga o'tirgandan keyin qanotini asrashga urinadi. Lekin bilib qo'y. Bu kursi hammadan qoladi. Ishing boshingda qolsin. Akbar aka, nega qizishyapsiz? Bir maqol bor Eldor. Men ham edim seningdek, sen ham bo'lasan meningdek. Sog' bo'l. Essiz. Hammaga ishonib o'zim xato qildim. Hammani o'zim deb bildim. Ularga ishonibman. Hatto ayolim, farzandlarim menga beparvo. Ular ham mendan nimanidir umid qilishyapti. Ular o'ylashmayaptiki, meni qamoqda o'tgan har bir onim ming bir azobda o'tgan. Har daqiqam oilamni sog'inib o'tganini ular xayollariga ham keltirishmayapti. Axir o'zim havas qilib qamoqqa tushmadim-ku. Yonimdagilarga ishongandim. Mumkinmi Akbar aka? Kel Eldor. Sizni muborak imzolaringiz kerak ekan. Nima ekan bu? Kenayimga olib berayotgan Malibuning hujjati. Bu ayollar hech injiqliklari tugamaydi-da. O'zi yaqinda lasetsi olib bergan edim. Ko'rmaysanmi? Endi bunaqasini tusab qoptilar. O'zim yurgan mashinamni qara. Mayli. Mana shu oilani deb yuramiz-da. Nima qilamiz? Ha, mayli-da. Endi sizdek inson turganda boshqasiga injiqlik qilmaydi-yu, sizga erkalik qiladi-da. O'zimizni hisob raqamimizdan o'tkazilyapti pullar, to'g'rimi? Albatta. Shuning uchun oldingizga kirdim-da, imzo kerak bo'lgani uchun. Senga ishonaman. Ukamdek bo'lib qolgansan. Xizmatingizga tayyorman. Bilasiz-ku, sizga sodiqman. Rahmat. Ha, aytganday. Ana bu pulni o'tkazdilarmi? Mijozlar kutib qolmasin yana. Tezroq ishni boshlashimiz kerak. Ha, o'tkazyapmiz. Ozgina qoldi. Ulardan mahsulotni olib bo'ldik. Xudo xolisa, o'zim yakunlab qo'yaman. Yaxshi. O'zing nazorat qilgin. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'l. Rahmat.
Mayli. Xotinimni g'alvalari, bolalarni tashvishlari, begonalarga bo'lgan ishonchim meni abkor qildi. Ular meni pulim, mansabim bor paytda sevishdi. Atrofimda girdi kapalak bo'lishdi. Akbar Ikromov, siz xotiningizga korxona hisobidan turli rusumdagi mashinalar olib bergansiz. Bir qancha mijozlarga pullarni o'tkazmay, talonchilik yo'li bilan mahsulotlarni olib, o'z ehtiyojlaringizda foydalangansiz. Natijada korxona sizni aybingiz bilan inqirozga yuz tutgan. Bu kamomatlarning barchasi sizni bo'yningizda. Bo'ynimdagi qarzlar, hisobimdagi pullar barchasi havoga sovurildi. Bugun esa hech kimga kerak emasman. Hech kimga. Mustafo, o'g'lim. Ey, men senga gapiryapman. Meni kirganini bilib ham indamaysan, ha? Dars qilyapman, ko'rmayapsizmi? Mana buni qulog'ingga taqmasdan dars qilsang bo'ladi-ku. Menga shu qulay. Mustafo, men bilan unaqa ohangda gaplashma. Men seni otangman. Dars qilgani qo'yasizmi yo'qmi? Bering naushnigimni. Saida. Bolalarimizni bir yoningga olib gapirib qo'ysang bo'lardi. Mustafo meni kirganimni bilib turib indamay o'tiribdi. Qilgan muomalasi juda yomon. Dadasi, qo'ying endi, shunaqa mayda narsalarni gapirmang. Dars qilayotgan paytda birov xalaqit bersa jahli chiqadi. Asabi buziladi. O'g'lingizni fe'li shunaqa. Saida, men birov emasman, otasiman. Dadasi, bundan boshqa tashvishlarim ham ko'p. Qo'ying, bolalar ishiga aralashmang. Seni esing joyidami? Men o'g'lim bilan gaplashishga harakat qilyapman. Bularni o'z holiga qo'yib qo'ygansan. Bilganini qilib yurishibdi. Qizing dugonasigida yursa, kech kelsa. Mana, siz keldingiz. Ishlang, pul toping, men uyda o'tiraman. Bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Bo'ladimi? Ko'ryapsiz, har kun ishdaman. Bo'ldi qal. Har kun ishlayotganing urkach qilaverma. Ishdan ortib 1 soat vaqtingni ajratsang bo'ladi-ku. Iltimos, adasi, asabimni buzmang. Undan ko'ra tezroq ish toping. Uyda o'tirmang.
Bolalari o'z holiga qo'ying. Ular shundoq ham sizsiz ko'p qiynalishdi. Onasi meni xuddi ataylab qilganday deb gapirmagin. Xo'p, o'zi biror ish qidirib ko'rdingizmi? Ha, bordim. Oldingi ishxonamga. Voy. O'sha yerga ham borasizmi dadasi? Hozir siz borsangiz ular qo'lini ko'ksiga qo'yib kutib oladi deb o'ylaysizmi? Ha, oddiyroq ish qilib turavering. Bo'ldi qil. Aql o'rgatmagan, o'zim bilaman. 1-2 so'm pul topib qo'yib, endi boshimga chiqib olyapsanmi? Gapirsam yoqmaydi. Nima qilay? Hey, Siz ham undachi hamma mayda-chuyda ishlarga aralashavermang, xo'pmi? Pulni siz toping. Men uyda o'tiray. Hey. Assalomu alaykum. va alaykum assalom. To'xta qizim. Dada, men o'qishga kech qolyapman. Vaqtliroq turish kerak edi. Bir kun kech qolsang hech narsa qilmaydi. Nima deysiz ertalabdan? Menga qara. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Men seni otangman axir. Unutdingmi? Dada, nima qilyapsiz? Qo'lim og'riyapti. Qo'yib yuboring, oyi! Qo'yib yuboring, oyi! Qizim. Oyi! Qizim, menga qara. Men seni otangman. 5 yil qamoqda o'tirib chiqqan bo'lsam ham seni otangman. Senlarga necha yoshingda ketgani muhim emas. Asli onang senlarga bu haqda aytish kerak edi. Dada, qo'yib yuboring. Kelganimdan beri men bilan ishing yo'q. Men senlarni qanchalik sog'inganimni bilasanmi? Senlar uchun yashadim axir. Dada, nima qilyapsiz? Qo'limni qo'yib yuboring. Hoy. Nima bo'lyapti? Nima qilyapsiz dadasi? Tinchlikmi? Aslida mana shu mehribon onang meni tuhmat bilan qamalganimni senlarga aytish kerak edi. Dadasi. Dadasi. Balkim senlar o'shanda meni to'g'ri tushunib, mehrni boshqacha bergan bo'larmidilaring. Bilasanmi? U yerda bir kuni qanchalar azob bilan o'tishini bilasanlarmi? Qiling. Faqat senlarga bo'lgan umidim meni saqlab qolgan. Dadasi, bo'ldi qiling. Bolani qo'rqityapsiz. Bularni qayerdan bilsin bu? Shunaqa. Tushunmaydi. Birovni dardini birov tushunarmidi? Qizim, ayt. Meni aybim nima? Dadasi? Nimaga menga unaqa muomala qilyapsan? Mendan qanaqa muomala kutgandingiz? A? Gapiring. 13 yoshimda qamalib ketdingiz. Qizim, Ko'cha-ko'yda bosh ko'tarib yura olmadim. Birorta dugonam yo'q edi. Hamma qo'lini bigiz qilib ana qamalganni qizi deb meni ko'rsatardi. bo'ldi qil. Poraxo'rni qizi derdi. Bilasizmi? Bitta ham dugonam qolmadi. Siz bo'lsa otalikni da'vo qilyapsiz. Siz men sog'aygan paytim, menga otalik mehringiz kerak bo'lgan paytda qayerda edingiz? Meni hech qachon tushunmaysiz. Qizim. Rayhona, Bu nima qilganingiz dadasi? Shu yo'l bilan bolalarning e'tiborini qozonmoqchimisiz? Undan ko'ra siz ishlang, pul toping, ro'zg'orni tebrating. Keyin ko'rishadi, otasi borligini his qilishadi. Keyin qabul qilishadi dadasi.
Ha, Saida. Senga faqat pul topish kerak, a? Keyin bolalaring oldiga borib, mana otang pul topyapti. Endi mehr berlaring deysan-a? Ungacha esa hech kimman. Shundaymi? Minnat qilmayman-u. Aslida qamalishimga sen ham aybdorsan. Men? Bu nima deganingiz tushunmadim. Meni nima aybim bor? Eslataymi? Onasi. Bo'la qol tezroq. Kech qolyapmiz. Xo'p. Dadasi, qachon menga yangi chiqqan Malibudan olib berasiz? O'rtoqlarimning hammasida eng so'nggi rusumdagi mashinalar. Men esa haliyam Lacetti'da yuribman. O'rtoqlarimga rosa havasim kelyapti. Xo'p. Nima qilibdi Lacetti'da yursangiz? Lacetti mashina emasmi? Xonimcha, bilib qo'ying. Eringiz oddiy bir korxonani rahbari xolos. Har oyda xotiniga mashina almashtirib beradigan sheyxlardan emas. Nima mendan qizg'anyapsizmi yo boshqa olib beradiganingiz bormi? Qiziqmisan? Sendan boshqa yana kim ham bo'lardi? Siz o'zimizga qoladi-yu. Axir ikkimiz ham foydalanamiz. Sizni ham obro'yingiz qarang. Yarashdimi? Keyinchi hamma o'rtoqlaringizligida so'nggi rusumdagi chet el inomarkalari. Siz ham oling. Sizni qayeringiz kam ulardan? Xonim, o'sha o'rtoqlarim haydab yurgan mashina ham, men ham haydab yurgan mashinani ham vazifasi bitta. Aytgan manzilingizga olib boradi xolos. Rosa ko'p gapirasiz-e. Mashinani yengillik tamom. Ertaga bolalarimiz katta bo'lsa, ularga qoladi. Faqat o'zim uchun so'ramayapman, dadasi. Ikkalamiz uchun. Sizni ham obro'yingizni o'ylayapman. Yaxshi. Yaxshi. Tushundim sizni. Agar shu mashinachani olib bersam, jaqchangiz o'chadimi? Albatta, o'chamiz. Umuman chiqmaydi. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi olib beraman. Hozir esa bo'la qoling. Kech qolyapmiz. Xo'p. Esladingmi? U paytda sharoit boshqa edi. Hozir boshqa. Eslatishingiz shart emas. Keyin pullar hammasi sizni qo'lingizda edi. Nahotki qayerga sarflaganingizni bilmaysiz? Senlarni orzu-havaslaring deb meni boshi berk ko'chaga olib kirib qo'ydi. Oradan necha yil o'tdi, adasi? Shuni kovlashtirib meni aybdor qilyapsizmi? Mana, ketdi ortingizdan, hammasi ketdi. Hech narsamiz qolmadi. Mana shu kvartiradan boshqa hech narsa yo'q. Qolmadi. O'tiravering uyda. O'zim pul topaman. Siz ham 5-6 yil epladim. Bu yog'iga ham eplayman. Xavotir olmang. Eplayman. Xo'pmi? Senlarga gapirishdan foyda yo'q. Sanjar aka, kech bo'lib qoldi. Men uyga bora qolay.
Borasan-da. Endi birinchi marta kech qolayotganing yo'q-ku. Undan ko'ra yur biror joyga boramiz. Yo'q, men bora olmasam kerak. Dadam uyda. Oyim xavotir oladi. Men qara, kursdoshlarimiz klubga yig'ilgan. Bizani ham chaqirgan. Men boramiz deb qo'yganman. Telefoningni o'chirib qo'y. Ha bir o'yin kulgu qilsak qilibmiz-da. Shunga shunchami? Bilmadim. Ana yonimizda, uzoq emas. 2 soatda boramiz u qaytamiz. Bilmasam, o'zi shunaqa vaqtda qaytardim-ku, lekin O'zim borib qo'yaman. Doim bormayapmiz-u. Yur endi. Dars qurib ham charchab ketgandirsan. mayli. Qani ketdik. Ancha salqin tushib qopti. Ha, nimasini aytasiz? Suv kiyinganmisan? Ha. Nega ko'tarmayapsan qizim, ko'tar. Nimaga o'chirib qo'yadi-ya? Qizim. Mustafa! Oyi. SMS yozib ko'ray-chi. Ha, oyi chaqirdingizmi? Opangni o'rtoqlarini birortasini taniysanmi? Qo'ng'iroq qil. Menda ko'pchiligini raqami yo'q ekan. Opang haligacha kelmadi. Hech bunaqa kech qolmasdi. Sen qo'ng'iroq qil, men SMS yozib ko'raman. Xo'p, telefon qilib ko'raman. Aha. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ha, tinchlik. Kirib damingizni olavering, dadasi. Hech tinchlikka o'xshamayapti-ku. Oyi, Nima bo'ldi? telefon qildim. Simdoshlari ko'rmabdi. Ularnikiga bormagan. Mayli, sen xonangga boraver, bolam. Xo'p. Qizing hali ham kelmadimi? Hozir kelib qoladi, dadasi. Darsi ko'payib ketgandir. Ha, yo, Birovni uyida tungacha dars qiladimi? Qaysi dugonasinikiga ketdi? Ayt! Qaysi dugonasinikiga ketdi? keladi dedim-u, dadasi. Qaysi dugonasinikiga ketdi, Saida? Qizing tungacha kelmasa ham o'tirishingni qara. Ber manzilni. Hozir. Mazza qildik. Rossa o'ynadik-a. Bo'larkan shunaqa ko'ngil yozib o'tirsa. To'g'rimi? To'g'ri. Jonim, hayot Nega qo'limni ushlaysan? nima qilibdi? Bo'ldi, uyimga yaqin qoldi. Ketur, o'zim yetib olaman. To'xta. Seni yolg'iz qo'yib yubormayman. Qara, atrofda hech kim yo'q. Salom. Qo'lingni tort, ahmoq. Nima qilyapsan? Baqirma. Kim ko'rib o'tiribdi? Seni anchadan beri yoqtiraman, bilasanmi? Qo'y bor. O'zingni bos. Meni kim deb o'ylayapsan? Tungacha diskotekada yurgan qizni kim deb o'ylash mumkin? Maraz. Men senga ishonib, Hey! Noz qilma. Sen baribir meniki bo'lasan. Sen baribir Qo'y bor, meniki qo'lima. bo'lasan, qo'y tushundingmi? bor. Noz Qo'y qilma. bor. Noz qilma. Qo'y bor dedim. Noz qilma. Qo'y Menga bor. noz qilsam. Qo'llab yuruvdingmi men bilan? Menga qara, qo'ling tor. Los. Hayvon.
Kechiring! Aka, kechiring! Dada, urmang! Bu yoqqa kel. Ikkinchi marta qizimga yaqinlashsang. Dada, iltimos uni urmang! Tinchlaning! Menga qara. Ikkinchi marta qizimni yonida ko'rsam, oyoq qo'ling sindiraman. Tushundingmi? Yo'qol! Haligi, men... To'xta. Bo'ldi qal. Dada! Dada, shoshmang! Bu qiz qayerlarda yuribdi ya? Qayerlarda yuribdi? Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Tinchlik Bo'ldi, bo'lsin. oyi, xavotir olmang. Telefonni ko'tarmayapti axir. Kimdir keldimi? Voy. Sen qayerda eding? Qayerda yuribsan? Bu soatgacha qayerda yuribsan? Nimalar qilib yuribsan? O'ldirding meni, o'ldirding. Xavotirdan o'lib qolay dedim. Qayerda yuribsan bu soatgacha? Bo'ldi qal. Ko'p savol berma. Bor, kir xonangga. Qayerda ekan? Qayerdan topdingiz dadasi? Sen nima qilib o'tiribsan? Bor xonangga kirib quloqni naushnik bilan dam olgin. Bu kunlarni ko'rguncha o'sha yerda o'tirsam yaxshi edi. Umrbod qamalib ketsam roziman. Bir baxya qoldi. Yuzimiz qora bo'lishiga bir baxya qoldi. Nima bo'ldi o'z dadasi? Tushuntiribroq gapiring. Men qanday gapiray? Hammasini o'zlaring hal qilib bo'psanlar-ku. Meni bu uyda umuman keragim yo'q. O'g'limizni dardi telefon bo'lsa, qizing esa dars qilish bahonasida tungacha bilmadim. Bu ahvol qachondan boshlanganini bilmayman. Sen esa pul topish dardidasan. Bor. Kirib yot. Ertalab gaplashamiz.
Dadasi? Nima qilyapsiz? Men ketyapman, Saida. Qayerga? Sendan uzr so'rayman. Hammalaringizdan. Men bu yerga kelib, sizlarni tinchliklaringizni buzdim. Tayinli ish topolmadim. Oilasiga keraksiz bo'lgan odam jamiyatga kerak bo'larmidi? Nega unaqa deysiz, dadasi? Dada. Dada. Siz bizga keraksiz. Men ko'chadagilarni do'st deb o'ylabman. Aslida o'z oilam, ota-onam do'st ekan. Kecha tunda buni anglab yetdim. O'zimni himoyachim borligini yana bir bora his qildim. Otam borligini yana bir bora angladim. To'g'ri, bolaligimda mehringizga to'ymadim. Endi bo'lsa yana bizni tashlab ketasizmi? Bilaman. Hammasidan xabarim bor. Oyim sizni tuhmatda qo'yganingizdan hammasini aytib berdi. Biz orzu-havaslarimiz ortidan siz qurbon bo'ldingiz. Qizim, Meni kechiring, dada. sen ham meni kechir. Meni kechir. Bolaligingdan 5 yil o'g'irlaganim uchun kechir. Sen nima qilib turibsan? Kechiring, dada. Dada, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Juda yaxshi ko'ramiz. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman.